Niyatning kuchi. Valeriy Sinelnikov. Orzu va istaklarni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Ong osti sirlari. 8-qism. Niyatni amalga oshirish uchun ong osti imkoniyatlardan foydalanish mashqi. Niyatingiz kerakli vaqtda va kerakli joyda aniq amalga oshishi uchun ong osti aqlingizga to'la to'kis ishoning. Axir unga bu olam haqida, sizning o'tmishingiz, hozirgi kuningiz va kelajagingiz haqida hamma narsa ma'lum. Siz faqat uning ijodiy imkoniyatlaridan foydalanishingiz kerak. Bu ishni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Quyida men bu ishning tartibini qadam-ba-qadam bayon qilaman. Buning hammasini bajarib ko'ring. Ong osti imkoniyatlaridan foydalanishning reja andazasi. 1-qadam. Niyatingizni kitobda bayon etilgan qoidalar asosida ifodalang. 2-qadam. Ong ostingiz bilan aloqa o'rnating. Buning uchun botiningizga murojaat qilib, shunday savol bering. Ey ong ostim, sen men bilan ong darajasida gaplashishga tayyormisan? Javobni kuting. Bu qanaqadir sezgi, ko'rinadigan obraz, ichki ovoz yoki barmoq harakati bo'lishi mumkin. Men bu haqda Dardingni sev kitobida batafsil yozgan edim. Buning uchun trans holatidan foydalaning. 3-qadam. Ekologik tekshirish. Ong ostimda shu niyating hayotimda amalga oshishiga e'tiroz bildiruvchi qismlar bormi? Yo'q degan javobni olsangiz, keyingi qadamga o'ting. Mabodo ha degan javobni olsangiz, niyatingizni juda diqqat bilan qayta ko'rib chiqing. Ichki ovozingizga quloq tuting. U albatta sizga buni aytadi. Niyatingizga kuzatish kiritgach, yana ekologik tekshirish o'tkazing. Keyingi qadamga aniq ravshan yo'q degan javobni olganingizdan keyingina o'ting. 4-qadam. Yangi fe'l-atvor va fikrlash usullarini yaratish. Ong ostingizga shunday deng. Mening ijodiy imkoniyatlarim, fantaziyam va ichki kuchimdan foydalanib, niyatimni amalga oshirish uchun bir nechta, kamida 3 ta yangi fe'l-atvor va fikrlash usulini ishlab chiq. Yangi usullar samarali, ishonchli, tezkor va oddiy bo'lsin. Shu bilan birga ular men va atrofimdagi kishilarga ma'qul bo'lsin. Bu ishni bajarib bo'lishing bilan menga ha deb javob ber. O'zingizni tabriklang. Endi ong ostingiz niyatingizni amalga oshirishga intiladi va buni kerakli vaqtda va kerakli joyda a'lo tarzda bajaradi. Maqsadingizga erishgach, ong ostingizga rahmat aytishni unutmang. Ong ostingiz Xudo bilan bog'langan va sizning rahbarligingiz ostida taqdiringizni hal qiladigan kuch. Shuning uchun unga to'la to'kis ishoning. Niyat tozaligi formulasi. Niyatimning amalga oshishi men va atrof olam uchun yoqimli bo'ladi. Esda tuting, siz atrofdagi kishilardan ajralgan holda yashamaysiz. Buning ustiga bu olam sizniki. Sizning shaxsiy rivojlanishingiz faqat o'zingizga munosabatingiz emas, balki atrofingizdagi odamlar, tabiat, vataningiz, yashayotgan mamlakatingizga munosabatingiz ham bog'liq. Shuning uchun niyatlaringiz amalga oshishi uchun fikrlaringiz toza bo'lishi kerak. Hasad va ochko'zlikdan, manmanlik va rashkdan, alam va ayblashdan toza bo'lishi kerak. Har qanday salbiy fikr va tuyg'u yo'lingizga to'siq bo'ladi. Buning ustiga ular kasallik tug'diradi va baxtsizlik olib keladi. Men bu haqda 1-kitobim Dardingni sevda yozganman. Paracelsning bir jumlasini keltiraman. O'ylash fikrlar doirasida harakat qilmoqdir. Fikr yetarli darajada shiddatli, ya'ni kuchli bo'lsa, u moddiy darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xayriyatki, kamdan kam odam
fikrni bevosita moddiylikka ta'sir etishga majbur qilish kuchiga ega. Chunki miyasiga hech qachon yaramas fikrlar kelmaydigan odam juda kam. Yodda tuting. Sizning niyatingiz siz boshqalarga zarar yetkazish evaziga qo'lga kiritishni istagan narsa emas. Niyatingiz yaxlit bir shaxs sifatida o'zingiz va atrof olam bilan to'la uyg'unlik kasb etishiga ishonch hosil qiling. Siz xatti-harakatingiz natijasida qo'lga kiritadigan narsa faqat sizning hayotingizni emas, boshqa kishilarning hayotini ham yaxshilashi kerak. Yaqinda men o'z maktabini yaratgan bir mashhur odam bilan suhbatlashdim. Suhbatda axloqlilik va o'z ishlari uchun javobgarlik haqida gap ochildi. Bilasanmi, dedi u. Men shartli ravishda odamlarni 3 toifaga ajratdim. Qanaqa? So'radim men. Birinchi toifa deb boshladi u. Bu mol sifat odamlar. Ya'ni o'ziga hamma narsani tayyor qilib berishlarini kutuvchi kishilar. Agar bermasalar, ular och qolgan sigirday bo'kirishni boshlaydi. To'g'ri, deb tasdiqladim men. O'zi harakat qilish, hamma narsani o'zi qo'liga olish o'rniga ular faqat boshqalarni ayblaydi, qoralaydi va tanqid qiladi. Ikkinchi toifa. Davom ettirdi u. Yirtqich odamlar. Ular o'zini o'zi boqa oladi, hayotini ta'minlay oladi. Biroq ular uchun boshqalarning manfaati bir pul. Ular o'ziga o'xshaganlarni yo'q qilishga tayyor. Maylimi, men yakunlasam, gapini bo'ldim men. Mayli. Uchinchi toifa bu oqil odam. Ya'ni o'zi haqida ham, boshqalar haqida ham g'amxo'rlik qiluvchi odam. Juda to'g'ri. U maqsadlarga shu tarzda erishadiki, bunda boshqalar ham o'zi uchun qandaydir muhim va foydali narsani qo'lga kiritadi. Ko'rib turganingizdek, Carl Linney va Charles Darwin adashgan. Odamlar evolyutsiyasi jarayoni endigina boshlandi va ko'pchilik odamning Homo sapiens bo'lishiga hali ancha bor. Bu olam butunlay sizniki va siz niyatingizga daxldor bo'lgan har bir kishi haqida g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Shuning uchun o'zingizga quyidagi savollarni bering. Mening niyatim kimga ta'sir qilishi mumkin? Yoqimsiz natijalar yuzaga kelishi mumkinmi? Niyatimning amalga oshishi faqat men uchun emas, boshqalar uchun ham yoqimli bo'lishi uchun nima qilishim kerak? Masalan, siz biror narsani qo'lga kiritish uchun ko'proq pul ishlab topmoqchisiz, biroq bu oilangizga ta'sir qiladi. Siz ishga qanchalik ko'p vaqt sarflasangiz, oilangizga shunchalik kam vaqt qoladi. Shuning uchun hamma narsani yaqinlaringiz bilan bafurja maslahatlashib oling. Ularning qo'llab-quvvatlaymiz degan va'dasini oling. Ular hozir ishda ko'proq vaqt o'tkazishingizga to'g'ri kelishini, biroq keyinchalik bundan hamma foyda ko'rishni xotirjam tushuntiring. Shu bilan birga o'z kuch va qobiliyatingizga oqilona baho bering. Har qanday vaziyatga nisbatan sizda shunday yondashuv bo'lsin. Har bir kishi g'olib bo'lib chiqsin, har bir kishi o'zi uchun biror yaxshi va foydali narsani qo'lga kiritsin.